Meni buningdan keyin ocha demang. Apa deb chaqiring. Gap qilyaptimi? Appa. Xo'shamsa. Qalaysan apa? Zeynep acha dadam ishganlar qachon to'y qilsizlar? Buni so'rab qoldingiz-ku. Shu momamdan qachon Zeynep acham apa deb chaqarsam bo'ldi desam, momam dadangiz bilan Zeynep achangiz to'y qilgandan keyin chaqarsangiz bo'ldi deydi. Savodoshlarimning hammasini opisi ekan, men ham mana chiroyli opam bo'lsin deyman. Tezroq to'y qilsanglar bo'lamdi. Kazira, men sizdan bir savol so'ray. Dadangiz men bilan yurgandan yoqi xushalmi, xushal emasmi? Xushal, Momongiz-chi? xushal. Siz-chi? Men bek xushal. Agar sizning dadangiz menda ayrilib qolsa, ko'ngli yerim bo'lamdi, bo'lmamdi? Ko'ngli yerim bo'ldi. Momamning ko'ngli yerim bo'ldi, mening bek yerim bo'ldi. Zeynep acha, siz bizni tashlab ketmassiz? Bu-chi sizga qarashliq. Siz dadangizni, momongizni yaxshi ko'rdingiz. Yaxshi ko'rma. Agar ularning ko'ngli yerim bo'lsa, sizning ko'nglingiz yerim bo'ladi, deyman. Ko'nglim bek yerim bo'ldi. Unda bo'lsa-chi, buningdan keyin ikkimiz yolg'iz qolgan vaqtdagi gap so'z, ish harakatlarning hech qaysini dadangiz bilan momongizga demaysiz. Agar u gaplarni debbi qolsangiz, men sizlarni tashlab ketaman. Aldingizmi? Aldım Zeynep acha. Yana bir gap. Xitoy sozarimiz savdogar chaqirdi. Butun bir qavatni ijara qiluvchilarimizga tunchili 6 oylik ijara haqqini kechirim qilish bilan birga 1 yillik xo'jalik boshqarish haqqini kechirim qiladi. Aloqalashish telefon nomeri 138 3 9 35 110 191 90 21 21 52. Meni buningdan keyin ocha demang. Apa deb chaqiring. Gap qilyaptimi? Paqida qarab o'tmay, men sen gap qil deyaptimi? Apa degina. Appa. Shuni aytdim. İçimni sıqib yig'lab ketishlarini. Manda michildab yig'laydigan ishingiz ko'zimdan yiroq o'tira. Gap qotma sana. Yo'qlama ko'zimdan. Qo'pas! İçimni sıqib. Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ring. Salon nomeri bosh betda bor.